30 yoshimgacha bizneslarim bo'la turib ham doim qarz bo'lib yurardim. O'zi haqiqiy biznesmenlar doim qarz pul olib yoki sherikchilikka biznes qiladi. Men bankdanmi, odamlardanmi, o'rtoqlarimdanmi, tanishlardanmi, hattoki mijozlarimni ham pulni olib aylantirishga harakat qilardim. Keyin bir xil tashkilotlarning piristeni pullari bo'lardi. Ularni ham olib aylantirib ularga do'la berardim. Ba'zida shunaqa katta qarz olardim. O'zimning pulim masalan 1 million bo'lsa, qarzim 1 milliondan oshib ketib qolgan vaqtlar bo'lgan. O'sha juda katta stress bergan menga. Ertalab qo'rqib uyg'onardim. Ish qilib muammo bo'lmadimi-ekan? Molim keldimi-ekan? Zavodim ishlayaptimi-ekan? Hamma narsa joyidami-ekan deb rosa his qilardim. Shuning uchun biznesda qarz olish bu normal holat, qarzga botish ham normal holat, lekin buni o'lchovli qilish kerak deb o'ylayman. Keyin o'sha 10 yildan keyin, ya'ni 31 yoshimdan keyin o'sha buni tartibga solganman. Aziz do'stlar, bu videoni doim stressda yuradigan, doim pul olib, qarzga botib yuradigan biznesmenlarga yuborib qo'yamiz.